O'rtoqlar, bugun sizlarga shunaqa bir xonadon ko'rsataman. Zo'r narxda, xudo xolasa. Narxi ham sizlarga yoqadi. Uyni o'zini qarang, bahaybatligini. Yo, mashalloh. Uyga ancha nima deydi, mehr berishgan va bu yerda o'zini magazin va biznes uchun ham joylari bor. Undan tashqari, mana bu yerda yonida maktab, poliklinika bor, nima doktorxona, sal tilim buralgan bo'lsa uzr. Bu yerda voyenniy aerodrom bor bu yerda. Xo'p, manzilni tushuntirib o'taman. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Aranchi 2 mahallasi. Xudo xolasa yaxshi joylar. Sizlar esa like deb bosinglar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursanglar. Narxini ham aytib o'taman. Narxini где-то bir 2000 tanga aytay. Sal boshlab olib. Like deb bosinglarmi? Keyin kommentariyada o'qidim, bundan oldingi videoda o'qidim. Ko'pchilik duo qilib yozib qo'yapti. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sizlar borsizlarki, avvalambor Alloh sababchi va sizlar qo'llab turganlaringiz uchun sekin shu darajaga yetib boryapmiz. Hammangizni yaxshi ko'raman. Rahmat kattakon. Haqiqatdan ko'zimda mana agar tushayotgan bo'lsa, ozgina shamollash bor. Duo qilib qo'yinglar yana bir bor. Rahmat hammaga. Mana shu uy. Qarang, fasadlari ham ancha chiroyli. Bu tomonda magazin qilib ishlatishgan ekan. Bu yog'i yashil zonalar. Yaxshi joy, mana bu tomon maktab. Voyenniy chas, poliklinika bu yoqda. Mana yaxshi joylar. Olgan odam faqat mazza qilib baraka topadigan joy. Kirganimizda mana darvozaxonasi. Qarang darvozaxonani. O'tgan yil reklamaga qo'yishgan ekan. Xullas, o'sha paytda 120 mingga qo'yishgan. 95 ming qilgan paytda berishmagan ekan. Aytadi-ku, davring kelganda davringni so'r, gadoylik yo'lingdadir deydi. O'shaning uchun vaqtida berib qolish kerak. Birinchi savdo deyishadi o'shaning uchun. Uyda qaranglar. Haqiqatdan chiroyli did bilan qurishgan ekan-a. Ya mashalloh. Bu tomonda oshxonasi bor. Hozir ijarachilarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. O'shaning uchun ba'zi bir xonalar yopiq. Keling, bu tomondan bismillah deb bu yoqni ko'rsatishni boshlab ketaveramiz. Xo'p, bu yoqda bitta xonasi bor mana. Bitta xona, kattaroq xona. Mehmon kutib olishga imkoniyat yaxshi. Tak, bu yoqda o'sha ijarachilarga bergan xona. Faqat buni hali ochilmadi. Bu tomon magazin. Yaxshi joy. Xonadon yaxshi ekan. Xo'p, bundan tashqari har bir xonada podvali bor. Ahamiyat beringlar. Banka-sonkalarni taxlashga idealniy hammasi. Mana bu yerda ham podvali bor ekan mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Keling, bu xonani ham tanishtirib chiqay. Like deb bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar qani. Bismillah. Mana kiraverishingizda mana bu yoq hol. Tak, o'ng tomondan boshlaymiz. Bismillah. Bu yog'i zal ekan mana. Zali ham anchagina katta. O'rtoqlar, yaxshi xonadon. Olgan odam mazza qiladi. Mehmonlaringizni, do'st, dushmanlar orasida obro'yingiz ham chiroyli bo'ladi. Narxini aytaymi? Narxi ham go'zal narxda. 88 ming so'rashyapti. Aytishyapti, Allohda aytgani bo'ladi. Bemalol telefon qilaveringlar, savdolashib, xudo xolasa barakasini qilamiz deyishyapti. Pastda raqamlarni qo'yganman, bilasizlar-ku. Bu yerda biz faqat yoritib beramiz. O'zlari bilan chiqib savdolashib, baraka qilib olasizlar. Svet yo'q ekan bu tomonda. Xo'p, bu yoq spalnisi. Mana spalniy xona. Xo'p, gaz, suv, svet, kommunalka, internet hammasi yaxshi. Remontlar ham yaxshi, o'rtacha, zo'r holatda, xudo xolasa. Kelasiz, yashaysiz, mazza qilasiz. Alloh sotganga ham, olganga ham barakasini bersin albatta. Xo'p, bu yoq tomon oshxona. Mana, hop, bu yoqni yopib qo'yishgan, chunki ijarachilar bor davomini. Mana oshxona. Xullas, mebel-sebillari ham tashib ketiladi. Albatta siz bilan kelishilgan holatda. Xo'p, kommunalkalarga keladigan bo'lsak, motor suvi ekan mana. Motor o'sha narsalar ishlatilgan. Hammasi.
uyni vidini qarang, qanaqa bahaybat, chiroyli bo'lib turibdi, mashalloh. Sizni olishingizni kutib turibdi aniq, xudo xolasa. Sizga nasib qilsin. Bu yerda tondir o'choqlari bor ekan, mana. Bu yerda banyasi, hammom. Hammomni ham mana chiroyli qilib qo'yishgan. Bemalol mana arestorlarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Sharoitlar yaxshi mana. Olgan odam mazza qilib yashaydi. Bu yoq kladovka. Bu yoq mana tashqarida molxonasi. Buqalarni bog'lab chorvachilik qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqlar yaxshi joylar. Mol boqishga, chorva qilishga imkoniyatlar yaxshi. Nisbatan yaxshi joy. Tashqari hojatxonasi ekan bu yoq tomonda. Xudo xolasa, olgan odam faqat mazza qilib baraka topadi. Chunki yaxshi joy, nima deydi, lokatsiya ham yaxshi. Nisbatan chekkaroq, tinchroq joylar. Mana orqasi etek tomon mana shu joygacha sizga tegishli bo'ladi. Mana shu daraxtlar turibdi-yu. Bu tomon hammasi sizga qaraydi. Umumiy 22 sotiq ekan, 21 sotig'i dokument kadastrida. Kadastrlar hamma narsasi qurt zo'r holatda deyapti. Kerak bo'lsa bir kunda rasmiylashtirib nomingizga o'tkazib beramiz deyapti. Anasiga. Yaxshi. Agar chiroyli narxda kelishadigan bo'lsak deydi, notarius ham tekin qilib beraman deyapti. Ana. Xudo xolasa, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Keyin meni ham duo qilib qo'yinglar. Ko'zimga Alloh shifo bersin. Endi bu ham nima deydi? Behikmat bo'lmaydi hamma narsa. Nima deydi? Ba'zan gunohlarimiz ko'paygan bo'lsa, kafforat o'rniga Alloh taolo shunaqa ozgina sinadimi? Endi biz ko'p ekranga ko'p qaraymiz-da. Mana shu ishimiz shu. Duo qilib qo'yasizlar. Xo'p, mana shu xonadon 88 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, yana baraka qiladigan joylari bor inshaalloh. Bemalol qo'rqmay so'raverar ekansizlar mana bu yerda. Podval. Mana magazinni ham ishlatsa kelajakda. Mana ashdan ochib qo'yib, magazin bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Chunki daromadni yaxshi ko'rishgan ekan magazinda, baraka topganmiz ot ishlatib. Yoningizda maktab bor. Yana qo'shni maktab. Bu yoq tomon военный час. Poliklinika, hamma narsa yaxshi. Lokatsiya yaxshi joyda joylashgan. Xo'p, manzilni yana bir marta aytib o'taman. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Aranchi 2 mahallasi. Orqaga qarang, ochiq dala, bu yoqlar bemalol mazza qilib yashaysiz bo'ladi. Uyni fasadini ko'ryapsiz. Uyni fasad nechida aka boya? Necha hisobladingiz? 28 ha? Uyni fasadi. Yana kommentariyada hisoblab ko'ringlarchi. 22 sotuvli xonadon. Fasadi mana 28, uzunasiga necha bo'ladi? Xudo xolasa topganlarga bitta surprizim bor. Mana mash xonadon. Pastda egalar raqami o'zlariga murojaat qilib, savdolashib, barakasini qilib olinglar. Mana shu ko'rib turgan xonadon sizga nasib qilsin.